Yaxşı sizlar, bugun o'rganganimiz cho'ng taqsirlik baliq qo'rimisi Xongsha yukar. Tashqanlarniki o'xshash holatda qo'rishni o'rgatib qo'ya, yo'ltuz belgisini bosib saqlab oling. Oldi bilan bir tal baliqni tozalab, pokizlab olgandan keyin yuvib tayyorlab olamiz. Baliqni o'ttirdan parchalab, bu holatda chanab tayyorlab olamiz. Yurak besib qo'yishni unutib qolmang. Umurtqa qismini o'xshash musholatda chanab olsanglar bo'ladi. So'ng piyozdan yarim tal so'ng piyozni ushoq holatda to'g'rab olamiz. 5 tal samsoqni shilib tayyorlab olamiz. Yarim tal zanjibilni ushoq to'g'rab tayyorlab olamiz. Qizil laza va ko'k lazani ushbulan holatda to'g'rab olamiz. Baliqni tamlantirib olamiz. Oz miqdorda tuz, yarim qo'shiq oqmoch, yarim qo'shiq kavojin talqini, bir tal tuxum chiqib, orqadan 2 qo'shiq yumi diyanfin solamiz. Ozroq suzuk moy quyayotgandan keyin ravurs aralashtirib tamlantirib olamiz. Arqadan qozonga baliq cho'kida ko'proq miqdorda moy quyib, mayni ravurs qizitib olib, undan keyin tayyorlab olgan baliqni solib, çürük holatda zalib olamiz. Taxminan 3 minut atrofida pishirsanlar bo'ladi. Sarg'ayib musholat kelgan vaqtda suzib olib olamiz. Qozondagi mayni to'kib, yana ozroq moy quyamiz. Samsoq, so'ng piyoz, zanjibilni solib, rosa qo'rayotgandan keyin bir qo'shiq tulbanjang, oz miqdorda lapiz solib, yana birdam qo'rib, ravurs qisatib olamiz. Birdam qo'rayotgandan keyin 2-3 minuut atrofida suv quyib, tangni tangshib olamiz. Ketarlik tetsuqlardan muvofiq miqdorda tuz, oz miqdorda kavochin talqin solib, bir qo'shiq fejang, bir qo'shiq jejang solamiz. Tuz ta'mini bir tetib tangshib o'tgandan keyin oz miqdorda jon yo'qiymiz. Bir qaynatib o'tgandan keyin tayyorlab olgan baliqni solib, intayin bo'sh o'tda 2 minut atrofida pishirib olamiz. Nihoyat yumshoq holatda pishadi. Orqadan to'g'rab tayyorlab olgan qizil ko'k lazini solamiz. Yoqtirishinglar qarta, yubasi, so'ng piyoz, mo'r qataloqlarni solib sanglar texim ko'rkam ham yeyishlik chiqadi. Orqadan taqsiq usub iste'mol qilsaqli bo'ladi. Qo'shib olmaganlar qo'shib oling. Har kuni yangilik bo'lgan taomlar, kaboblar yo'llanadi. Uyda cho'qim etib sinab beqing.